Hozirgi kunda tibbiyot katta yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ba'zi bemorlar hali ham shifokorlarga ishonmaslik va davolashning boshqa bir yengil va oson yo'llarini qidirmoqda. Ayniqsa qachonki ikkita shifokor bir xil fikrda bo'lsa-yu, lekin uchinchi shifokor boshqa fikrda bo'lib, kasallikni davolashning osonroq yo'lini taklif qilsa, bunday bemorlar ko'pincha o'ziga qulayroq bo'lgan fikrni va davolashning oson yo'lini tanlaydi. Assalomu alaykum, siz tibbiyot, sog'liq va jiddiy kasalliklar haqida oddiy, lekin ilmiy asoslangan ma'lumotlar oladigan kanalga xush kelibsiz. Men doktor Hasanov. Ushbu videoda biz ba'zi bemorlarning davolanish jarayonida qilayotgan xatolarni va ularning sog'lig'iga bu qanday ta'sir qilish mumkinligini tahlil qilamiz. Agar sizga tibbiy mavzular qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keling, real holatni tasavvur qilaylik. Bir bemor o'zida sog'lig'i bilan bog'liq muammolarni his qilganda, albatta u shifokorga murojaat qiladi. Tashxislar va analizlardan so'ng unga shifokorlar misol uchun o't qopidagi toshlar tufayli xolesistit deb tashxis qo'yishadi va operatsiya qilish zarurligini bildirishadi. Bemor uchun bu kutilmagan holat va u boshqa shifokorlarga ham murojaat qilib ko'radi. U ikkita shifokordan bir xil maslahat oladi va ularning fikriga ko'ra operatsiya o'tkazilishi kerak va zarur. Ammo bemor uchinchi shifokorni uchratadi va u bemorga buni jarrohlik amaliyotsiz oddiy yo'l bilan davolash mumkinligini ta'kidlaydi. Shu sababli bemor uchinchi shifokorning so'zlariga ishonib, operatsiya qilishdan bosh tortadi va faqat dori-darmon bilan davolanishni boshlaydi. Bu holat ko'plab bemorlarda uchraydi. Bemorlarning operatsiya qilishdan qo'rqishlari tabiiy. Bunday vaziyatda va bu vaqtda bemor o'zini qo'rqinchli tashxisdan ruhiy qochishga va o'zini himoya qilishga intiladi. Chunki operatsiya qilishdan, asoratlar paydo bo'lishidan qo'rqadi va jarrohlik natijalarini oldindan tasavvur qilishni istamaydi. Shu sababli bemor o'zini eng kam xavfli yo'lga yo'naltiradi. Bu dori-darmon bilan davolanish. Chunki bu ancha oson, xavfsizroq va arzonroq ko'rinadi. Bu ruhiy himoyani bemor ko'pincha o'zi ham anglamaydi, lekin uning miyasida og'riq va jarrohlikdan qochish bilan bog'liq bir qancha qarorlar qabul qilinadi. Bemorning asosiy xatosi bu bir odamning fikriga e'tibor berish va tibbiy mutaxassislarning umumiy fikriga qarshi chiqish hisoblanadi. Agar ikkita, uchta shifokorlar bir xil fikrda bo'lsa, demak bu tibbiyotda umumiy fikr va muammo jiddiyligini bildiradi. Biroq bemor boshqa shifokorlarning fikriga e'tibor beradi, chunki u o'ziga qulayroq va kamroq xavfli yo'lni taklif qiladi. Tibbiyotda haqiqat faqat bir odamning fikri bilan bog'liq emas. Tibbiy qarorlar bir nechta mutaxassisning fikri asosida qabul qilinadi. Tashxis ko'p qirrali va malakali tibbiy mutaxassislar tomonidan ko'rib chiqilishi kerak. Agar u jiddiy bo'lsa, shifokorlarning qarorlari ko'pincha tajriba, ilmiy tadqiqotlar va statistikaga asoslanadi. Shu sababli bemor bitta qulay fikrni tanlab, tibbiy faktdan qochishi katta xatoga olib keladi. Bemor operatsiyani tanlamaganida dastlab barcha belgilar kamayishi, dori-darmonlar yordamida bemor o'zini yaxshi his qilishi mumkin. Ammo vaqt o'tishi bilan o't qopining o'tkir yallig'lanishi yoki uning yorilishi yuzaga keladi. Bu davolash jarayonini og'irlashtiradi. Endi 100% jarrohlik aralashuvi talab qilinadi. Shunday qilib, bemor o'ziga qulayroq yo'lni tanlab, jarrohlik amaliyotini kechiktirdi. Ammo bu uning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu joyda yana o'ziga tashxis qo'yish va o'zini o'zi davolash haqida ham aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda internet orqali insonlar o'ziga kerakli tibbiy ma'lumotlarni osongina topishi mumkin. Ba'zi odamlar esa o'z kasalligini aniqlab, davolash usullarini mustaqil izlashga harakat qiladi. Ammo bu noto'g'ri va xavfli. Internetdagi ma'lumotlar har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bemorlar mushkul vaziyatni e'tiborsiz qoldirishi, noto'g'ri dorilarni tanlashi yoki noan'anaviy davolash usullarini qo'llashi mumkin. Tibbiyotda har bir tashxis va davolash usuli ilmiy tadqiqotlar asosida tanlanadi va ekspertlar tomonidan tasdiqlanadi. O'zini davolash esa xatolarga, jiddiy asoratlarga va hayotga xavf tug'dirishi mumkin. Masalan, yallig'lanishlar yoki og'ir kasalliklar vaqtida noto'g'ri davolash belgilarni yashirib, vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Shuning uchun bemorlar o'z sog'lig'iga jiddiy qarashi, tashxis aniqlashda faqat malakali shifokorlar maslahatiga tayanishi va davolanishni professional nazorat ostida olib borish kerak.
Tavakkal tashxis qo'yish va davolash inson hayotiga xavf soladi. Shuning uchun faqat mutaxassisning ko'rigidan o'tish va tasdiqlangan usullardan foydalanish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Bemorlar o'z sog'lig'iga jiddiy qarashi, tashxis va davolash usullarini ilmiy asosga tayangan holda tanlashi kerak. Agar tashxis jiddiy bo'lsa, ular bir nechta mustaqil tibbiy maslahat olishi mumkin va har bir davolash usulini zararini va foydasini shu orqali bilishi kerak. Shifokorlar esa bemorlarning xavotirini kamaytirib, qarorlarni qanday asosga ega ekanligini tushuntirishi, bemorni xabardor qilishi va qarorlarni birgalikda muhokama qilishi lozim. Bemorlarning shifokorlarga ishonmasligi bu tabiiy holat, ammo qulaylikni tanlash va noto'g'ri qarorlar qabul qilish xavfni keltirib chiqarishi aniq-ku. Bemorlar shifokorlar bilan birgalikda qarorlar qabul qilishi va xavfsiz yo'lni tanlashda ortiqcha xavotirni olib tashlash kerak. Har qanday kasallikni kechiktirish va noto'g'ri davolash xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun faqat malakali mutaxassis ko'rigidan o'tish, tavsiyalarini bajarish va o'zini davolashga urinishdan saqlanish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Agar bu ma'lumotlar siz uchun ahamiyatli bo'lsa, kanalga obuna bo'lib va videoni laykingiz bilan baholab qoldiring. Rahmat ko'rganingiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.